Alhamdulillah 2026-yil shunaqangi omadli yil bo'lib boshlandi. Bugun sizlar bilan kichkina bo'lsa-da o'zimizda yana bir yutug'imiz bilan bo'lishmoqchimiz. Uyda kofe ichib o'tirgandik, eshigimiz tagiga pochta keldi. Kelinglar birga raspakovka qilamiz. 1, 2, 3. Dadam! Qaranglar, YouTube'dan bizga sovg'a keldi. Kutilgan va kutilmagan sovg'alarimizdan biri. Agar sizlar bo'lmaganingizda biz bu yutuqlarga erishmagan bo'lardik. Kimdir mana shunaqa YouTube'dan sovg'a olsa, har doim havas qilardik. Havas qilgan inson hamisha orzusiga yetadi. Nimaga ikkita emas, bitta deb hayron qolasizlarmi? Bizda Instagram, Telegram, YouTube hamma profilimiz bitta. Bismillah. Eng qizig'i, Xudo xohlasa keyingi senda oltin bo'ladi. Qaranglar. Buni ilib qo'yishga O'zbekistonga beramiz ekan. Vau! Mana buni qaranglar. Miss Twins. Albatta YouTube profilimizga o'tib, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Olajon, bitta yangiligimiz bor. 1, 2, 3. bo'lsin, tanlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Ziyoda qilsin. Rahmat. Yorug' bo'lsin. Rahmat. Qalbingdagi xayr niyatlaring yashin tezligida ijobat bo'lsin. Amin. Amin. Bu главный. Amin. Papul. Yangiligimiz bor. Nima yangilik ekan? Siz motivatsiya berib erishgan yangilik. Bu hali kichkinasi, mana buni qarang-da. Kurupga bu. Sog'liqlaring tabriklayman, baraka toplaring. Rahmat. Boringlarga shukr. Rasmini tashlab qo'ylaring, meni qilib ko'ringlar. Xo'p, o'zimizni yuzimiz bilan birga mana shunaqa qilib yuborib qo'yamiz.